Hammaga salom, kelinglar bugun sizlar bilan birgalikda vafli qilamiz. Birinchi bo'lib mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Keyin retsept sizlar bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib ikkita tuxum, shakar, tuz, yog', sut, kabartma, vanilin va 2 stakan unimizni solib, mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlayotgan massamiz quyuq yoki juda ham suyuq bo'lib ketishi kerak. Vafli apparatimizni olib tokga tiqib qo'yamiz. Apparat qizigunigacha biz yog' tayyorlaymiz. Albatta miltr yog'idan foydalanamiz. Apparatimiz qizib bo'ldi, endi unga yog' surib, tayyorlagan massamizdan solamiz va uni pishishini kutamiz. Va qarabsizki, tayyor. Hammalarga yoqimli ishtaha. Bu retseptdan foydalansanglar, aniq afsuslanmaysizlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'yinglar. Endi videoga ham qaytsak bo'ladi. Tayyor bo'lgan vaflilarni xohlaganinglarcha bezatishingiz mumkin. Men vaflini bezatish uchun banan bilan bananli sousdan foydalanaman. Sizlarning didinglarni bilmadim, lekin menga shunisi yoqdi. Qanaqa so'z ishlatayotganiga qiziqgan bo'lsanglar kerak deb shu joyini ham videoga olib qoldim. Xullas, men vaflim dadam. Sizlarga o'xshagan chiroyli obuna bo'lishni unutmanglar.